أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على جزيل نعمائه أحمده على جليل آلائه وأشكره على جميل بلائه وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أعدها ليوم لقائه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد رسله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله وأصحابه وأصفيائه وأحمده على أن جعلني ممن سلك سنن سنته واقتفاه وورد شريعة شرعه فرواه حمد من غمرته نعمه وعمته عطاياه. Hürmetlik o'quvchilar, saboqdoshlar, bugun darsimizningki birinchi bobini so'zlamoqchi, ya'ni birinchi qismini so'zlamoqchi. Darsimizning birinchi qismida muallifningki El-Muxtar lil-Fatva degan kitobining nimasini, xutbasini tarjima qilib o'tamiz. Uningdan keyin El-Muxtar lil-Fatva degan bu fiqhiy kitobni yozgan El-Ixtiyor nomli sharhisining xutbasini so'zlab o'tmoqchi. Demak, bu kitob El-Muxtar lil-Fatva degan kitob o'zi ixcham, qisqa İmam Abu Hanifa rahimahullohning mazhablarini asos qilgan kitob bo'lganligi uchun bu kitob yozilgan vaqtida bu kitobni shu zamondagi katta ulamolar, mujtahidlar o'zining fiqhiy mazhabdagi asosli manba tayinlangan asosli bir kitob qilgan edi. Bu kitob shu zamonda va shu zamonda bazo tepib, haqiqatan ulamolarning olqishlariga erishgan bo'lg'achqa, bu kishi darsimizning oldingi qismida so'zlaganimizga o'xshash buni bir sharhlash, tushuntirish, kengaytish, azroq buni izoh berishni o'zining do'stlari, yaqinlari va takliflarini rad qilolmaydigan kishilarning takliflari sababidan izohlaganligini bayon qilgan. Shunga biz darsda ikkili xutbani asos qilmoqchi. Birinchi Muxtar degan bu kitobningki muqaddimasi. Alloh taolaning katta ne'matlariga asosan uningga hamd va sanolar bo'lsin. Ahmaduhu, man u Alloh taolani uning ulug' ne'matlari, buyuk ne'matlari, cho'ng ne'matlariga asosan maqtayman va Alloh taolaning go'zal sinoqlariga biz sabr qilolmaydigan, ko'tarilmaydigan yoki biz uningda noshukrlik qilib soladigan, ya'ni o'tanmaydigan sinoq imtihonlarni bermay Alloh taolo bizga go'zal sinoq va imtihonlarni berganligiga Allohga shukr aytaman. Allohdan boshqa, oningdan boshqa bo'ysunishga tegishlik haqliq bir kishi, bir zot yo'q deb guvohlik beraman. Bu guvohligimni oningga uchrashgan kunga qadar, ya'ni oningga uchrashish kuniga, ya'ni qiyomat kuniga men bu guvohligimni tayyorlayman. Va Muhammad alayhisalomni Alloh taolaning ulug' bandisi, ulug' elchisi, payg'ambari, payg'ambarlarning yaxshisi, ulug'i va oxirisi deb guvohlik beraman. Alloh taolo payg'ambarimga
onun ailəgə, ailə balı çaqlarına, əshablarına, saf, xalis, səmimi dostlarına Allah rəhmət qılsın. Mən o Allah Teala'ga həmd etmən. Nimigə həmd etmən? O Allah Subhanahu ve Teala'nın meni özünün sünnetinin yollarına kirgen, yani o peygamberinin sünnetinin yolluğa, peygamberinin sünnetinin yoluğa kirgen ve onunla ergeçken kişilerden kılganlığa hem de etmem. Allah Teala peygamberinin sünnetinin yoluğa kirip şu yolunu yakalap şu yol boyunca mağadıgan kılganlık Allah Teala'nın ki kattı nimeti ve çoğun nimeti. Ben Allah Teala'nın meni peygamberinin sünnetlerinin yoluğa kirgen, mangan ve onunla ergeçkenlerden kılganlığa ve o Allah Teala yolu koyup bergen, sürgüzüp bergen şeriyeti var. Şu şeriyeti kilip, onu başkalarına rivayet kılıp, başkalarına yetkizip, başkalarına çöndürüp, kılırganladın. Kıgan Allah Teala'ga hamd etmem. Bu hamd etişim kandak hamd etiş dese, onu o Allah Teala'nın nimetleri yapkan ve Allah Teala'nın ataları an bulup ketken kişinin hamd etmene koşaş etmem bu hamdine. Yani bütün nimetinin içine çömep ketken Allah Teala'nın nimetlerinin içine çömep ketken nimetlerge xuddi suğu gırık olganda gırık bulup ketken ata ihsanları her taraftan onu kaplap ketken Adem hamd etgandek men o Allah Teala'nın meni şu peygamberinin sünnetinin yollarına kirip ve onunla erişip mağdıgan ve Allah Teala yolgu koygan şeriyetke kirip onu rivayet kılgan kişilerden kılganlığa men hamd etmem. Maksat ki kelsek, endi maksat ki kelsek, cevap beriş zürür boğan, yani cevabını red kılanmaydıgan, yok diyenmaydıgan degen ma'noda. Yoki cevap beriş zürür boğan kişi bana bir kitapni, şu İmam-ı Azam, yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Nu'man radıyallahu anhu ve erzahının mezhebine asasen şunun mezhebini yakalap durup şunun mezhebinden çıkmagan halatda bir fiqhda şunun mezhebideki bir fiqhda yığıncaklangan kısqıcı bir kitapni juglash ve yezish ve toplashni toplab birishimni nima qildi? Talab qildi mendan. Shuni o'tirib qo'ydi. Ve bu kitapta şunun mezhebiga asoslanib turib, tasiran fihi ala mezhebi degan bu kitapta şunun mezhebiga asoslanib turib, o kitapta şu İmam Ebu Hanife'nin fetvasını elip, şunun fetvası kılam tayinip, bir kitapni onunla toplaş üçün, bana bu şundak teklifini red kılanmaydıgan, cevabıga yok demeyidigan bir kişi menden talep kıldı. Ben onunla o talep kılgandek ve o közlügenge okşaş bu kitapni, yani bu muhtaserini, bu yığıncaklangan, kıska boğan şu El-Muhtar degen kitapni ben onun için ercugladım ve topladım. Ve bunu El-Muhtar lil-Fatwa deb atadım bu kitapni. Bu kitapni El-Muhtar lil-Fatwa deb atadım. Nima uchun El-Muhtar lil-Fatwa deysiz? Desa, çünkü bu kitapni ko'pincha o'sha fuqaholar tanlagan buni. Mushu kitapga asoslansak bo'ladi ekan, mushu kitapni o'lcham qilsak bo'ladi ekan, Hanafiy mazhabining fiqhlarida mushu kitapga e'timod qilsak bo'ladi ekan deb ko'p
fuqahalar buni tanlagan va uningga rozi bo'lganlik uchun al-muxtar lil fatva. Fatva berishga tanlangan, fatva berishga tanlangan bir kitob deb atadim. Buning shu kishilar tarafidan e'tibor qilinganligi va u kishilarning yaxshi bahosiga erishganligi va shu zamondagi fuqahalarning bu kitobni fatva berish uchun asosiy bir kitob qilganligi bu kitobning ismini Al-Muxtar lil Fatva deb atashga nima qilgan sababchi bo'lgan deydi muallif rahimahulloh. Bu kitobni fuqahalardan bir jamoa, bir to'p kishilar yadelib u kitob jahonga nomi chiqib mashhur bo'lib, u fuqahalarning orasida, ommaning orasida uning nomlari yeyilib, umumlashib, butun dunyoning hamma yerlariga taqilib ketibdi. Demek bu kitap şunda bir meşhur kitap aylandi. Hemmisi okuyduğun kitap aylandi. Hemmisi kolga aladigan kitap aylandi. Şunda bir namı ve şaa degan yeyildi, çeçildi, umumlaşıp ketdi degan ma'noda. Bunun zikri, bu kitapning zikri şu fuqahalarning arasida umumlaşıp yeyilib ketibdi. Menden mening isil bir qarindoshlarım bor. İşte ahlaklık, faziletlik, ülmalığa xas haletde yaşayan isil bir qarindoshlarım var. Şununki ballarının bazı bir qarindishimninki, isil qarindishimninki bazı balları menden bu kitapga bir belgi qilishimni talab qildi. Azroq belgi qilib bersiniz, bir nishoni qilib bersiniz. Bu belgiler orqali boshqa fuqahalarninki mazhablari tunilsa, hamda hozir Qasi İmam Abu Hanifa, Qasi İmam Abu Yusuf, Qasi İmam Muhammad, Qasi İmam Züfer buninkini ayrı qilib bo'lmaydi ekan. Mushuni kitob qamdi bir Mavi İmam Abu Muhammadning, Mavi İmam Abu Yusufning, Mavi İmam Züferning qarshi deydigan bir belgisi bo'lsa, nishonisi bo'lsa, alomati bo'lsa, shu bir alomatni qilib bersangiz deb talab qildi. Bu kitobningki bir foydasining ko'p, natijasininki bir om bo'lishi uchun hamda qoida deganmi yenib keladigan manfaati demakchi, foydasi, manfaati ko'p bir umum bo'lsin uchun men talab qildi. Bunun maqsadimi shu. Men o ba'zi nimalarga ba'zi ballalarim shu menda talab qilganlarning ba'zining talabiga qo'shildim. Fa ajabtuhu ila talabihi degan men uning talabiga qo'shildim. Bo'ldi, ashunda qilib beraydi. Va uning orzusiga yetkazishga oldirdim. Talab qilgan odamning talabini rad qilmay, tezroq bir orzusiga yetsa, niyatiga yetsa, o'ylig'iga yetsa ekan deb men uningga yaxshi bir tirishdim, oldirdim. Ila tahsili bug'yati degan shu niyati, orzusi, maqsadiga yetkazishga men oldirdim. Nima dedinkin? Allah subhanahu wa ta'ala bilan yordam talab qilgan ekan. Har qanday bir ishni qilganmiz, oldi bilan Alloh taoladan o ishni qilish va qilgandan keyin uni oyoqqa bir ochiqishning Alloh taolo bizga nisb qilishini Alloh taoladan tilash kerak. Shunga Alloh taoladan yordam talab qilgandan keyin va Alloh taologa tavakkul qilgandan keyin ve Allah Teala'dan istihar, yani yaxshilikni sordum, bu işte bir istihar saldım, işimni Allah'a tapşırdım. Hem de bu bir yaxshi işken, başka Müslüman qarindoshlarninki ya başka qarindoshlarning hojati ekan deb men işimni Allah'a tapşırdım. Her bir isimga, şu fuqahalarninki isimlaridan her bir isimga men bir harfni belgi qildim. Bu harf
o fuqahalığı dalalet kılıdı bu hica harflerinin. Şu belge kılgan her bir harf fuqahalığı nima kılıdı? Dalalet kılıdı. Şunda bir kıskaytılgan isimni uluğa isim kıldım. Bu harfler kase İmam Ebu Yusuf rahimahullah'a S harfini belge kıldım. Kaçan kitapta S dese ve kâle İmam Ebu Yusuf ya ki haza re'yu Ebu Yusuf, şu bu İmam Ebu Yusuf'un sözü ya İmam Ebu Yusuf'un karışı ya İmam Ebu Yusuf'un ki pişkiri degenge bunu ben dalalet kılıdı. İmam Muhammed geçiyor M harfini belge kıldım. Bu ikisi hem İmam Ebu Muhammed bilen İmam Ebu Yusuf'un ki pişkiri karışı bir meselege karta bir ulap kalsa bir yerden çıkıp kalkan bolsa ben bununla sevme degen belgini belge kıldım. İmam Zübeyir rahimahullah'a Z belgesine, İmam Şafii rahimahullah'a F belgesine belge kıldım. Ben şunda belgelerini kılış arkalı ben bu kitaptaki ülmalının karışı, pişkiri ve uladın ki arasındaki okşamagan meselelerge alahide işaret kıldım deydi muallim. Allah subhanahu ve ta'aladın bana bu kitapını bir aygı açkış, tuluklaş, tüttürüşke bir şerait yaratıp beşini sorayım ben Allah Teala'dan. Bu kitap aygı çıksa ve onu tüketken çağı da saadet bilen tüketişni. Bir tüketken çağda mı bakitlik, kuşal kuram, saadet bilen bir tüketişni Allah Teala'dan sorayım ben. Allah Teala bunun ilgisi ve onun kadir. O Allah Teala bana kufaya. Allah olsun boldu. O Allah acayip ve yaxşı yar yülek bu Allah. Özümüz Allah'a tayansak, yüylensek, işimizni Allah'a tapşursak, o şu işini yaxşı neticelik qilib beradi. Demek bu El-Muhtar degan kitapninki muqaddimasi. Endi El-İhtiyar degan kitapninki muqaddimasiga kelamiz. Bizler uchun to'g'ri bo'lgan qavim degan to'g'ri, tuz, rus bo'lgan bir dinni yo'lga qo'yib bergan va uni bizga qonunlashtirib bergan Alloh taologa go'zal madhiya hamd sanolar bo'lsin. Va bizni u dinga to'g'ri yo'l bilan, to'g'ri yo'l ustida boshlagan Alloh taolo yo'lga qo'yish bu bir ne'mat. Yani bizni dunyoga yaratdi, akeldi, akab bo'lgandan keyin bizni bu dunyoda tashlab qo'ymay, o'zimizning aqli, fikriga tashlab qo'ymay, Alloh taolo bizga yana bir yo'l ko'rsatadigan bir yo'lchini, boshchini tushizib berganligi bu bir ne'mat bo'lsa, bizni uningga boshlig'ining ikkinchi bir ne'mat. Ve hadana ileyhi siratan mustaqim. Bu dinga to'g'ri yo'l ustida, to'g'ri yo'l shaklida yetakligan başlagan Alloh taologa güzel madhiya bo'lsin. Va bizni buning ahlidan qilgan ügünüş, bu dinni ügünadigan va ügütüş, ügünib bo'lgandan keyin yana ügütadigan ahlidan qilganligiga Alloh hamd sano bo'lsin. Demak, bu dinni tunish, tushunish va dinning ichida yashash masalasi bu bir ne'mat bo'lsa, yana shu dinni ügünib, tushunib, dinni olim bo'lib, dinni yetishib chiqqandan keyin buni boshqalarga o'rgatish, tushundirish, yetkazish va dinning asli homiychilaridan qilish va Alloh taoloning alohida xos ne'matlari. Bununla Allah Teala'nın sınavı olsun. O hamdi qanday hamdiydi desa, o Allah Teala'nın rahmeti, hayri ihsanları am bo'lgan kişinin hamdi etqandak. Bu kişinin hamdi etqandak. Hamdi bizga sanab bo'lib bo'lmaydi Allah Teala'nın rahmetini. Onun rahmeti am bo'lgan, hayri ihsanları am bo'lgan kishininki hamdi etqandak. Va uni Allah Teala'nın ataları ve kılgan yaxşılıkları naval degan mi? Bergen
Nəsilini deydi o, bəgən nəsilə yaxşılıqlar. Allah Teala'nın ataları və qılğan yaxşılıqları yapqan, həmmə tərəfdən yapqan kişinin həmd etqandək Allah hamd sanaları bolsun. Mən o Allah'tan başqa boysunuşqa tigişlik bolğan bir haqlıq zat yo'q deb guvohlik beraman. Yakki yegane Allah. Ne isimleri, ne sıfatları, ne kılıkları, her kanda işte bu Allah Teala yegane, onun şerik yok. Bu guvalıkım bilen Allah Teala'nın nimetlerinin bir mükemmel, kamil, tulup buluşunu nima qilaman, talab qilaman. Yani bir guvalıkniki o guvalık bilen Allah Teala'nın kamil nimetlerinin ziyade buluşunu talep kılıdığan. Ve o guvalık bilen Allah Teala'nın ki vuput degen elçi, ümek, cemaat degen mende hem de bu yerde o guvalık bilen Allah Teala'nın sehilikinin merhameti ne düşüşünü talep kılıman. Yani guvalık bir ki Muhammed el-İslam Allah Teala'nın ulug bir bendisi. Ulug bendisi ve ulug elçisi. Allah onu evetiş arkalı, Resulullah'ı peygamber evetiş arkalı çeçilip ketken, tarkılıp ketken, bölünüp ketken hakkının birlikini cugluğan. Hakkının birlikini cugluğan ve onun risaleti arkalı batıl cemaatini, o batıl cemaat yıldız tatkan hasıl boğandın ki, tetarruk degen hasıl boğan, yıldız tatkan uğurlaş mevcut boğandın ki, bu batıl cemaatini yulup, homurak taşlıgan, yok atkan, tüketken, Muhammed el-İslam'a Allah Teala'nın ki, Muhammed el-İslam'ı Allah'ın onun peygamberi de kuvalık vermen. Allah Teala peygamberimge, onun ailige, onun sahabelerine ve onun sünnetinin yollarına kirgen ve onun doğru yolu kirgen ergeç kütülerine rahmet kılsın. Maksat kesek فَكُنْتُ جَمَعْتُ فِي عُنْفُوَانِ شَبَابِ unfuan degen aşı yaş zamanısındaki yaşlık uygup tuğan, etilip tuğan yaşlıkның keşi o küçlük yani kirallık bir çağlanı deyimiz. Maksat kelsek men yaş vaktlarımda yaş bir çağlarımda fiqh hakkında bir muhtasardan birini yani kısa bir kitaptan birini cugulğam ben. Benim yakınlarım, sabdaşlarımdan yeni kitapını başlayan, yeni okuşunu başlayan kişilerin bäsike. Şöyle bir okusun, o'sha fiqh hakkında hem de bir ilim alay fiqhini düşünüy ve fiqh sahasiga kiray, fiqh sahasidan bir ilim ma'rifat ega bo'lay deganligiga faydalansın, okusun, ya yadlasın deb ben bir kitap yazgan şu vaqtda cugulğan ve onu El-Muhtar lil-Fatva deb atagan bu kitapni. Asli atışımda. Endi bu kitapga İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın sözünü tanlagan ben. Nima uchun İmam Ebu Hanife? Başka İmam Ebu Yusuf, Muhammed ve başka mezhep tiki, şu mezhepteki müteber ulemalarının ki sözünü tanlamay, amay, fakat şu İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın sözünü tanlagan ise, çünkü İmam Ebu Hanife birinciydi. Müctehid imamlarının içinde tuncisiydi. Ve evlasıydı. Yani destlipiydi ve birincisiydi evlasıydı. Endi bu kitapni ulamalar qo'ldan qo'lga elib, o kitap bilan ba'zi fuqaholar o'qish, o'gitish va uni o'qish, o'gitish bilan mashg'ul bo'libdi.
Ular menden bu kitapni sharhlab berishimni talab qildi. Qo'ldan qo'lga oldi. O'quvchilarning qo'lidan ustozning qo'liga, fuqaholarning qo'liga o'tdi bu kitap. Hali mo'tabar kitobga aylandi. Hali bir jamiyatda e'tiborga ilingan bir kitob bo'ldi. Bo'lganlik uchun bular mendan kitobimni sharhlashni talab qildi. O'zlari yozgandikin, yaxshi sharhlab beraylar deb. Men bu sharhida şu kitaptaki meseleninki illetiga, meselenin illeti, yani delili Kur'an'dan elingan, hadisten elingan, ya sahabaların sözlerden elingan delilini bir dep, onu oturup çıkarıp kılış üçün, yani meselelerinin illetlerine işaret kılma ve manalarına işaret kılma, ve o meselelerin suretlerini bayan qilib berishimni, suretlerini bayan qilib berish ve onunki asli qurilmalarına agalandıradigan bir sharhini talab qildi. Ve azkuru furu'an yuhtaju ilayha. Men muhtaj bo'ladigan bir far'larni, tarmoq meselelerini hem de Müslümanlar muhtaç bulunduğun bir tarmak meseleler var. Şunu mu sözleyme ve nakil kılgan çağda onunla tayinlenildiğin, asaslanıldığı bir per'ilerini sözleşne talep kıldı. Ve bu kitapta bizning ashablarimizning o'tkirishdiki, yani şu kitapta bazı bizim ashab, yani İmam Abu Hanife, İmam Abu Yusuf, İmam Muhammed qatorli mezhep ilmalarının pişvaları ve kattalarının arasındaki bazı ihtilafla bulab qalsa bu ihtilafni bir naql qilishimni, yani bu sharhida naql qilishimni talab qildi. Va u kitobni ualliluhu mujizan mutawakhiyan fihi al-insaf. O kitap, o sharhini nayet qisqa, onun da bir insafını közlegen halatimde bir illetini bayan verişimni talep kıldı. Ama ben Allah Subhanahu ve Taala'dan Allah Subhanahu ve Taala'ga istihar saldım. Malum deydi, ben Allah Taala'ga şarih deydi, istihar saldım. İşimni Allah'a tapşırdım. Muş işimni Allah'a tapşırdım ve o işe tutuş kıldım hem de. Kirişip kettim. Ve şerâkı fî diyen kirişip kettim, tutuş kıldım. Bu işte Allah Teala'dan yardım talep kıldım. Yeni başka yardımcım yok. Kalbimni Allah içip koydu, ilmimni Allah cadık koydu. Şu üygenliğimni Allah Teala, bilginimni Allah Teala benim hüccet sütüdümde aldığımı taşlaydığı Allah yardımcım buludu. Ben Allah Teala'dan yardım talep kılgan halatimde ve Allah Teala'ga tevekkül kılgan halatimde. Ben bunu el-ihtiyar li ta'lilil muhtar deb atıdımamdı. O kitap fuqahalınınki qo'llashiga erishib, qo'ldan qo'lga o'tib, qilgan bo'lganlik uchun muhtar deb at qo'ygan bo'lsam, endi shu muhtar degan kitobning illati, sababi, dalilini bayon qilishga tanlangan bir kitob deb buni el-ihtiyar lil muhtar deb bayan qildim. İkisi hem de birisi metnisi, birisi şerhisi olganlığı üçün bunun ismi hem bir bo'lsin, ayrım bo'lmasin. İkisinin ismini ayrı etmeyi deb el-ihtiyar, el-muhtar dedim deydi. Bu şerhiga cemiyette umumi iqimga aylangan meselelerimi qo'shib qo'ydim. Yani ma ta'ummu bihil balva, umumi iqimga aylanib ketgan, umumi iqim bo'lib ketgan hammadan shu ishning kirishib qolgan yoki hammadamga umumlashib ketgan, hammadam shu ishning ichida bo'lib qolgan, birisidan xoli bo'lmagan umumi iqimga aylanib ketgan masalani qo'shib qo'ydim. Rivoyatlardan muhtoj bulunduğun, fetvada muhtaç bulunduğun bu rivayetlerini qo'shib qo'ydim. Bununla kitapni başlayan kişi mi ihtiyaclık buludu bu rivayetga ve ilimni
ayaqlaştırgan, ilimni ayaqlaştırgan, o'qishni tugaganligi behojat bo'lmaydigan bunda bir rivoyatlar bor. Buni ham qo'shib qo'ydim. Vallohu subhanahu va taala as'al an yuwaffiqani lil itmam val isaba. Alloh taoladan menga bu kitobimni bitirish, ayaqlashtirish va to'g'ri shaklda qilishimga muvaffaq bo'lishni so'rayman. Va menga Alloh taolo bir qilgan shu gunohlarim bo'lsa kechirim qilishni va o'ziga yenishni rizq berishni so'rayman. Haqiqatan Alloh taolo shuningga qodir va ijobat qilishga loyiq. Alloh ijobat qiladi. Bu Alloh taolo menga kifoya yaxshi yo'lak u Alloh. İga u Allah, yardımcı u Allah. Mana bu muqaddimani tugutib bo'lgandan keyin endi asosiy maqsad kelamiz. Kitobut tahorati degan bir yerga. Ya'ni bu pokizlikning masalalari to'plangan, pokizlikka munosabatlik masalalar hammasi yig'ilgan bir kitob demakchi. Men arada salata ve huve muhdis falyatavazza. Taharetsiz haletide, tahareti yok, tahareti sınıf ketken ya tahareti yok haletide namaz okumakta bo'lgan kishi taharet alsin dedi. Yani Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam la yakbalu salat bi gayri tahur. Allah namaz taharetsiz kubul kılınmaydı deganligi uchun, ya'ni miftahu salat tuhur, namozning ochqichi tahorat deganligi uchun biz islomdagi 5 arkonning birinchisi bo'lgan shu namoz haqida so'zlaymiz. Bu namozningki birinchisi tahorat. Kitobut tahorat. Bu tahorat degan arab tilida mutlaq pokizlikni deymiz. Mutlaq pokizlikni. Mayli o nijosatdan pokizlik bo'lsin, mayli o ma'naviy jihatdagi tahoratsizlikdan pokizlik bo'lsin, mayli o qaysi turdagi pokizlik bo'lsin, ishqilib pokizlik degan ismni o'z ichiga oladi bu. Nazofa degan. Shariatda-chi, shariatda an-nazofatu an-nijasa. Nicis narsalardan, nicis shaylardan paklanish degan bo'ladi. Ana bu pokizlik 3 xil bo'ladi. Birinchi, nicis narsalarning yo'qwa, nicis narsalar yo'q qolsa, buningdan pokizlanish bo'ladi. Endi bu qanday pokizlik bo'ladi? Yuvish orqali pokizlik bo'ladi. Ikkinchisi ma'naviy nijosat. Haqiqatan nicis emas. Ammo ma'naviy jihatdan nicis. Xuddi mu'min nicis bo'lmaydi, zot jihatdan nicis emas. Ammo ma'naviy jihatdan qanday desa tahoratsiz odam bir nijosat buning hukmida bo'lganligi uchun tahorat elib oladi, undan keyin u poklanadi. Mana bu bir xil pokizlik. Yana birisi kichik tahorat bilan, yana birisi yuyinish orqali pokizlik bo'ladi. Bu bir pokizlik. Yana bir pokizlik qaysi xil desa, shu tahoratning yuyinish, ya'ni g'uslining o'rnida turadigan bir pokizlik bor. U qaysi deganda, u tayammum orqali pokizlik. Mana bu tarafdan pokizlik bir ikkinchi amaliy nejislining, qasmoqlining, maynatlining yo'q qolganligini yuyish orqali, yo'qitish orqali pokizlik qilish. Bu shar'ida an-nazofa an-nijosat deyiladigan gap. Nima? Endi vazu'cho, tahoratcho desa, tahorat degan tilda vazoatdan mushtaq, bu go'zallik, chiroylilik, nur degan ma'noda. Shariatdagi tilda, shariatning tilida al-ghaslu wal-mashu fi a'da'in maxsusa. Maxsus a'zolarni, masalan, yuz, qo'l, pot deganga o'xshash, mushundaq a'zolar, bosh deganga o'xshash shundan maxsus a'zolarni yuvish va masx qilish. Bu
şeriattaki bu pakizlik ma pakizlik deymiz biz. Endi bu yerde irade kılınğını, mana bu yerde şeriattaki taharet degan, yani şeriattaki pakizlik degan, şu maxsus a'zolini yuyish ve mesih qilishga tegishli keldi. Mesih qilish buni deymiz. Endi buningda bu taharetda lug'at ma'nosi mi bor? Lug'at ma'nosini mi o'z ichiga oladi? Shar'iy ma'nosi, lug'at ma'nosi ikkilisi birlikka keladi. Vada'a desak, taharet oldi deganligimiz maxsus a'zolarini yuvdi, tozaladi, deyish bilan birga hem şu tazilangan maxsus a'zolar, yuvilgan maxsus a'zolar chiroyli, go'zal, pokiza bo'ladi. Chunki bu li'annahu taharat degan yuvilgan a'zolarni qanday qiladi? Go'zallashtiradi, chiroyliqlashtiradi. Şu yuvilgan a'zolarni go'zallashtiradi. Ya'ni to'piqini olgan bo'lsa pokizalanadi va boshqa kirlishib qolgan bo'lsa pokizlanadi. Shunda bo'lganlik uchun bu ham haqiqat ma'nosi, ham istiloh ma'nosi, har ikkilisi billa bu yerda iroda qilindi. G'asli degan nima? Bu g'asli degan eqitish degan ma'noda. Suv eqitganlikni g'asli deymiz. Masha degan shuni takkizib qo'yishdan masha deydiganlar. G'asli eqitgan, ya'ni eqitish, masi, takkizish. Ve sebebu ferdiyetil vuzu. Abni vuzu, vadu deb keladi. İki xil. Vuzu bo'lsa taharetning o'zi. Vadu bo'lib qolsa taharet aladigan suv. Taharet aladigan narsa demakchi. Bu yerdagi vudu. Taharetning farz bo'lishining sababi. Qanda nima sababdan farz bo'ladi, nimishqa farz bo'ladi desa, bu taharetning farz bo'lishining sababi irodatus salat. Namozni iroda qilganlar. Bir odam namozni iroda qilsa, shu vaqtning o'zida taharet qilish uningga farz bo'ladi. Endi har qachon, har vaqt namozni iroda qilsa, namoz o'qimoqchi bo'lsa taharet alamdi, taharet ilish farz bo'lamdi desa, yo'q, unda emas. Taharet yo'q chog'da, taharet bo'lmagan chog'da taharet ilish shu vaqt farz bo'ladi. Sabab unda bo'lsa bu. Chunki Rasul sallallohu alayhi vasallamning hayoti bunga dalil. Rasululloh her bir qitim namoz o'qimoqchi bo'lsa yoki namoz o'qib qolsa taharet olmagan. Allah Teala iza qumtum ila salati fagsilu wujuhakum dedi ya. Sizlar namozga turgan chig'inglarda nima qilinglar? Fagsilu wujuhakum, yuzinglarni yuvinglar va aydiyakum ila al-marafiq, jaynikinglarga chilib qo'linglarni yuvinglar. Birusikum mamsahu birusikum, beshinglarga masx qilinglar. Va arjulakum ila al-ka'bayn. Yani putinglarni vushqolishlik yuvinglar deb Alloh taolo degan. Abdullah ibn Abbas uning ma'nosi iza aradtumul qiyama ila salati va antum muhdisun. Sizlar taharetsiz, taharetinglar yo'q holatinglarda namoz o'qimoqchi bo'lib, uni o'qimoqchi bo'lsanglar, namoz o'qishga iroda qilsanglar deb Abdullah ibn Abbas roziyallohu anhu bu oyatni shunda tushuntirib berdi. Mana bu yerda iza qumtum ila salat, qo'pgan chag'inglarda, ya'ni qo'pashni iroda qilgan chag'inglarda demakchi. Endi taharetning farz bo'lishining sababi nima ekan desa, taharetsiz holatda, taharet yo'q holatda şu namoz o'qishga qo'pish, turish va namoz o'qimoqchi bo'lish buning sababi ekan. Agar namoz o'qimoqchi bo'lmasa inson taharet olmasa bo'ladi. Boshqa ish uchun taharet ketmaydi. İlla agar u cho'ng taharetsiz qilib qolsa, ya'ni g'usl qilmasa bo'lmaydi. Va farduhu, o taharetning farzi nima? Ghaslul vajh, yuzni yuvish. Alloh taolo fagsilu wujuhakum dedi ya. Emir qildi, yuzinglarni yuvinglar
va ghaslul yadayn qo'lni ikki qo'lni yuvish nagichilik jaynakchilik ya'ni jaynak bilan birga qo'shib bir rivoyatda boshning yoki choch desakmi bo'ladi chunki masa qiladiganimiz choch bosh emas ya'ni chechi odam chechqi qiladi chechni chutayotgan odam beshqi qiladi shuna bo'lganlik uchun bosh desakmi bo'ladi choch desakmi bo'ladi chochning to'tning birga masa qilish ikki putni g'ushq bilan yuvish yani buning dalili nima lima talavna yuqorida biz o'qigan oyat shu dalil shuning asoslanib biz tahoratning farzi to'rt deymiz. Hani ba'zanlar bu tahoratning farzlarini ba'zan mazhablar bir necha xil dedi. Biri niyat bo'lmasa bo'lmaydi deganlar bor. Chuqur niyat farz. Chunki bu haqda hadislar kelgan innamal a'malu binniyat va innama likulli imrain ma nawada. Yeni birisi tertip farz yani redlik mi redlik kılış farz vala yani bunu akıbı kılış farz dikiçiler bu bolgan ama İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın mazhabında mana bu dört narsa farz. Bunun asası delili tagsilu ve msahu degan şu söz delil, ayet delil. Endi vec anda olganda yumlu degandikin bu yuvishning o'rnini bir bekitish to'g'ri keldi-da. Buni bekitmasak, nadin nagicha buningki egizligi, kengligi qaysi desa palvac ma yuvajahu bi. Yuz degan udulmi udul, yuzmi yuz, utdumi utdu turlidigan narsani yuz deyiladigan gapkan. Yani sen udul mudul tutsan közenge görünüdüğün şu ya. Yani bu min kusası şa'ri ila esbeli zakan tul. Uzulluk taraftan çaşının beşidin yani çıkan yeriden başlap astın zagak geçilik yani astın inek geçilik yani mişya geçilik. Bu yüz. Şundayla kalırsınız mana çaşdan çıkan tigidin başlap astın inek kichilik bo'lg'aya mao. Quloqningki yumushqidan kangirligi, ikki quloqning yumushqining orliqi moyadin mayag'chilik mataraf. Bu yuz. Mana mishani yush nima? Farz. وسقط غسل باطن العينين لما فيه من المشقة وخوف الضرر بهما. Endi ko'zning ichi, ko'zning ichini yuvish bu farz emas, bu soqit. Bu ko'zning ichini yuvish mushaqqatli bo'lganlik uchun. Bu yerda mushaqqat. Al-mushaqqat al-mushaqqa yani mushaqqat endi nimani ko'tarib o'tadi? Yani taklifni ko'tarib o'tadi degan bir qoida bor. Al-mushaqqat tajlibu taysir. Mushaqqat osonlikni totadi, osonlikni akiladi degan bir fiqh qoida bor. Bu Alloh taolaninki so'zidan ilingan bu ikki ko'zning ichini yuvish bu soqit, buningda bir mushaqqat bo'lganlik uchun. Birinchi mushaqqat bor. Ikkinchi bu ko'z qarisa ko'rgan bilan buning bir xilofi bor. Ya'ni bu nimadan iborat? Kirpikdan iborat bir xilof bor, ya'ni uni yetib turadigan, yo'gab turadigan narsa bo'lganlik uchun bir hisobda bu yuzningki o'zi emas. Va bu ikki ko'zga hamda ziyon selish xavfi bor. Bunun içini yuyumuz, tazalayımız, pakizlayımız desek ziyan silish xavfi bor. Bunun bilan birinci mushaqqat bo'lganligi, ikkinchi zarar bo'lganligi. Bunun da la zarar va la zirar degan hadis bor. Mushu hadisning hukmi bor. Nima aloqa bu? Tahorat soqit buningda. Bunun bilan tahorat soqit. Ve yecibu ghaslu ma bayna al-izar wal uzun. İzar bilen
Quloqning orasiga yuni yuvish vojib. Izar degan nima desa, moyadan tushgan bunda bir soqol va shu soqolninki chosh tarafdan, bosh tarafdan tushib, inak tarafga tushgan bir yaba, mushu yerning o'zini izar deymiz. Buning bilan quloqninki oraliqida bir santir ya 1,5 santir ya qoladi. Buning orasida yuvitish bu vojib. Chunki u yuzga tava. Li'annahu min al-wajh. Chunki bu yuzga tava. Ana bu gap Imom Abu Yusuf rahimahullohga azimida. Imom Abu Yusuf rahimahulloh buningda bir boshqa fikr bor. Bu soqol unib bo'lgandan keyin, soqol o'sab bo'lgandan keyin ba'da nabat al-lihya li suquti ghasl ma tahta al-izar wa huwa aqrab minhu. Endi Imom Abu Yusuf soqol ungandan keyin izarning ostidagi oqliqni yuvish soqit o vaholaniki bu izarning ostini yana shu ustidan tushgan tukning ostini bu yuzga yaqin tursa, mana bu yuz bu yuzningki qeshidagi tutash bo'lgan soqolning otigidagi oqliqni yuvish soqit shuncha yaqin tursa-mu nimishqa soqit? Chunki soqolni biqilda yepib oldi. Soqol yepib olganlik uchun soqit bo'ladi ekan, buning keynidagi quloqning yumshiqi bilan o tushgan soqolning oraliqidagi 1 santimetr yerning oraliqini allaqachon bu yerdagi soqol yepib oladi. Yepib olganlikdan u soqit deydi. U yuzga tava emas. Mau yuzga tava bo'lsa bu soqol yepib oldi. Shuning uchun yuyiladi. Yuyulmaydi, yuyulish soqit. Uning keynidagi soqol yepib oladi. Ma yuvajahu bihi qatar kirmaydi deydi. Biz deymiz İmam Abu Muhammad, İmam Zufar, İmam Abu Hanife ovuning soqit bo'lishi to'salg'i va bu yerda. Soqol to'salg'i bo'lganlik. Soqol to'salg'i bo'lganlik. Bu yerda yuvish vojib bo'lmasligi to'salg'i va o yerda soqolda to'salg'i yo'q. Chunki u yerda soqolda to'salg'i, u yerda oqda to'salg'i yo'q, bu yerda to'salg'i bor. Shuning uchun yuvish kerak deydi. Bugün dersimiz müşagichilik bo'lsin. Dersimizning davomini har vaqt davomlashtirib turamiz. Alloh taolo davomlashtirib olsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.